Demak, xo'p, shu savolimizga javobdan boshlasak. Birinchi bo'lib. Shu savollarning ichida ayniqsa bolalarni o'sha qo'rqishi, qayerdan bilsam bo'ladi, bu qizlimi, qiz emasmi, haligi har xil endi ko'chada eshitgan gaplari bor. Agar qiz bo'lmasa, poxodkasi o'zgarib qoladi degan, kimdir badani boshqacha bo'lib qoladi, ko'kragi pasayib qoladi degan har xil gaplar bor. Bolalar juda ko'p shunaqa narsalarni so'rashadi. Men endi bo'lmagan gaplar deb tushuntiramanki, endi bitta gapirsak, menimcha bunaqa yuzlab, minglab keyin bunaqa savollar kelmaydi. Demak, xo'p, shu savolimizga javobdan boshlasak. Birinchi bo'lib. O'sha mana kapsulani ko'rib turibsizlar. Bu nima o'zi? O'sha bu kapsula paketda keladi, sotib olishadi internetdan, anonim. Hech kim bilmaydi kim uchun kelganini ham, nima uchun kelganini ham. Tarkibida penset bo'ladi. O'sha nimani ikkita kapsula, o'sha qizli pardani kapsulaga olib qo'yilgan, mana ko'rib turibsizlar, shu kapsula bo'ladi. Buni olib qinning ichiga o'sha sal qo'llab turib tiqib yuboradigan bo'lsa, jinsiy aloqadan o'sha 15-20 minut oldin yoki yarim soat oldin qo'yib qo'yadigan bo'lsa ham, o'sha yaqinlik qilganda o'sha bolalarda xuddi o'sha qiz bola bilan jinsiy aloqa qilgandek o'sha xuddi sezilish bo'ladi va o'sha qizli pardadan keladigandek xuddi qon keladi unga. O'sha bemalol o'sha bolani bu mana ayolim halol ekan, pokiza ekan degan, demak